Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Qanday go'zal bu olam. Ey, bu yerda plastinka disklar bor ekan. Qani bir sayrachi. Eshityapsanmi qo'shiqni? Ha, juda ham yaxshi qo'shiq ekan. Ishni mana shundan boshlaymiz. Yo, qadrli obunachilar, hammaga salom. Nima gap? Sizlar bilan sizning sevimli blogeringiz Angelanchik. Men shu yerdaman. Bu meni yordamchim. Salom kapitan Anilan, salom hamma obunachilarga. Xo'sh, buning ismi Saidbek. Mana bu yuz tuzilishinga gap yo'q. Salom yana bir bor. Bu turishingga yuzingga qarg'a chiqib ketganga o'xshaydi. Ha, bo'lishi mumkin. Xo'sh, biz bugun mana bu kimsasiz orolga kelib qoldik. Shuning uchun bu kimsasiz orolda nima borligini ham bilmaymiz. Biz shu kimsasiz orolda omon qolmoqchimiz. Xo'sh, undan oldin bizga resurslar kerak bo'ladi. Xo'sh, mana shu qo'shiq menga yoqmadi. Almashtiramiz. Mayli. Bu qo'shiq boshqacha ekan. Xo'sh, bizda hech balo yo'q ekan. Kapitan, ishni nimadan boshlaymiz? Birinchi ishni seni chakagingni o'chirishdan boshlaymiz. Men 2 soatdan beri mana bu lyukning ichiga kirib bilmay o'tiribman, la'nati. Mana kirdim. Ustoz, bu kema bizniki, lekin ichida nima borligini ham bilmaymizmi? Bilib qo'y shogird, dunyo sir sinoatlariga to'la, xuddi seni yuzing kabi. O'zi kecha nima bo'ldi, bugun boshim og'riyapti. Yo'q, aytsam ustoz, biz kecha kuchukdan ichgan edik. Ha shogird, mana endi esimga keldi, lekin hammasiga sen aybdorsan. Qara, bironta shisha ham qolmabdi, hammasini ichib tashamidi o'zi ham. Ey, menga qara, agar bir dona topib olsang, darrab ichmagin. Ertaga ham qolsin. Ustoz, bir dona ham qolmagan ekan. Mayli, hech qisi yo'q. Olboz ham yo'q, qilich ham yo'q ekan. Qilich deysanmi? Ha, ustoz, qilich bor ekanmi? Yo'q, bu yerda qilichning Q harfi ham yo'q. Mana yomg'ir ham boshladi. Xullas biz mana bu ostrovga borishimiz kerak. Eshityapsanmi meni o'zi? Ey! Ha, eshityapman. Hozir ko'raychi yana nimalar qoldi ekan. Ey, shu bema'ni qo'shiq ham yuragimga to'kildi. Ustoz, bizga ko'proq daraxt kerak bo'ladi. Hozir kemani ichiga daraxtni qayerdan topib beraman men senga? Unda ostrovga bora qolaylik. Mayli shogird, sen aytgancha bo'la qolsin. Qani ketdik. Men uchaman. Ey shogird, bu suvni ichib bo'lmaydi la'nati. Xayr, mening sevimli kemam. O, ustoz, mana bu qasrmi? Men senga aytgan edim ko'p ichmagin Bu deb. biznikimi? Yo'q, bu bizniki emas. Biz buni qurmaganmiz, shu uchun bizniki emas. Huy la'nati, sovuqligidan suvni tuxumlay axladi. To'g'ri aytasiz, ustoz. Men hozir bu uyni tekshirib chiqaman. Qani bu yerda olmoslar bormi, yo'qmi? Sen oyog'im tagiga o'ralashma. Xo'p, bo'ladi ustoz. Mana bitta uy hayvoni bo'lsa ham zarar qilmaydi. O, mana bu yoqqa sandiqlar bor ekan, ko'raylikchi ichigina bor ekan. O, kirka normalni. Ustoz, bizga uyning ichida ot nima kerak? Kuchuk bo'lsa, mushuk bo'lsa mayli edi, lekin otni nima keragi bor? Ey, ustozga tik boqma, iymoning saqla. Shogirdsan, shogirdlik vazifang oqla. Ustoz, mana bu yerda chiroyli xona va chiroyli rasm bor ekan. O, spalniku, qani shogird bir yaqinroq kelguncha birga uxlaymiz, mayli. Faqat noto'g'ri tushunmanglar, biz LGBTga targ'ib qilmoqchi emasmiz. Salom hammaga. O, mana buni qilish desa bo'ladi. Xo'sh, ishni bugun nimadan boshlaymiz? Ey, quyosh chiqib obed bo'lib ketdi. Shogird obedgacha ham uxlaysanmi? Xo'sh, menda mana kirka bor. Ey, shogird, chiq, nima qilib yuribsan o'zingni avro qilib ichkariga? Ko'raylikchi, ikkinchi qavatda nima bor ekan? Ey, qara, mana ikkinchi qavatda ham spalni bor ekan. Men kecha sen isqirt bilan yotdim. Men bolta topdim. Yashavor, sandiqdan topgandirsan-da? Ha, shunday. Bu yerda nima bor ekan, ustoz? Xo'sh, mana shu endi bizni uyimiz bo'ladi. Xo'sh, shogird, endi sen bilan bu yerni bir o'rganib chiqish kerak, nima bor, nima yo'qligini. Mayli. Qara, orqamdan kelaverchi, o'zi ko'ramizda. Hozir men mana buni taxlab olay. Ey, nega anqayib tursan? Bu yoqqa kel. Ustoz, men bir narsani o'ylab qoldim. Balki kiyimlarimizni almashtirarmiz, ha? Shogird, seni mana bu Ustoz, hamma kiyimlarimiz mana bu sandiqda. Seni mana bu turq talovatingga gap bo'lishi mumkin emas, shogird. Seni mana bu bechara yuzing qotgandan so'rayapti. Ustoz, oldin zavtrak qilib keyin ishni boshlasak yaxshi bo'lardi. O, rahmat.
Bo'ldi, bu yerda ko'p turib qoldik. Endi atrof muhitni o'rganib chiqish kerak. Ura, atrof muhitni o'rganamiz. Ey, sen kemada ekanligimizda sen mendan daraxt so'raganding. Mana senga daraxt. Xo'sh, men ham o'zimga bir bolta yasashim kerak. Ustoz, mana bu manzarani go'zalligini qarang, gullarning go'zalligini qarang. Xohlaysanmi, men senga sherdan bir gul uzib beraman. Ey, menga qara, men gapirayotganman, menga qara. Ha, rahmat ustoz, rahmat. Ustoz, men mana bu gullardan fioletoviy kravat yasamoqchiman. Qo'y shogird, undan ko'ra bo'ladigan ishlarni qilsang-chi. Ustoz, siz ko'rasiz, hali men fioletoviy kravat yasayman. Uning fioletoviy ko'rpa, fioletoviy yostiqlari bo'ladi. Ey, va orqadan hamma nimalarni narsa valdirab fioletoviy bo'ladi. kelyapsan, tushunmayapman. Lekin mana bu ko'zlaring odamni lol qiladi, ey. Ha, ustoz, bu ko'zlar ohu ko'zlar deyiladi. Ha, o'lgan oxu desang bo'ladi. Bizning bu o'yinda rolimiz men Groxman, sen esa mening qulvachchamsan. Ey, menimcha men u yerda nimanidir ko'ryapman. Nima ekan u? Ustoz, men u yerda lekin hech nimani ko'rmadim. Lekin ustoz, men rostdan ham u yerda hech nimani ko'rmadim. Men senga aytdim-ku, bu chiroyli oxu jayron ko'zlar faqat o'lgan oxuning ko'zlari. Mayli, albatta bu hazil. Ayli ustoz, men sizni tushunaman. Hazillaringiz juda ham kulgili. O ustoz, qarang, mana bu yerda mushuklar bor ekan. Bittasini olib ketsang bo'ladimi? Yo'q, olib ketib bo'lmaydi, chunki ular yovvoyi. Men senga uyda ot olib berdim. Unga pichan tashladingmi? Ha, bergandim. Xo'sh, mana men ostrovning eng cho'qqisiga chiqib oldim. Xo'sh, bu yerda hozir hech nima ko'rinmayapti. Ey, chiqyapsanmi? Saidbek, mana yoqqa kel. Ey, mana yoqqa kel, bo'lib qolsang ham, ye. Mana chiqdim, juda ham baland ekan. Men bilishim bo'yicha bu yerda yana ko'plab ostrovlar bor. Ular juda uzoqqa bo'lsa ham, lekin ko'rib turibman. Ustoz, maylimi sizdan bir narsani so'rasam? Mayli, so'ra. Biz bu yerda adashib qolmaymizmi? Men qayerdan bilaman shogird? Men ham senga o'xshagan bu yerga endi birinchi marta kelyapman. Qo'rqma, hammasi mening nazoratim ostida. Ustoz, bu yerda qishloq bormikin-a? Yo'q, menimcha bu yerda qishloq bo'lmasa kerak. Bu yer kimsasiz orol bo'lsa, bu yerda qishloq nima qiladi? Lekin kimsasiz orol bo'lsa ham bu yer juda ham chiroyli ekan. Demak, bizdan oldin bu yerda kimdir bo'lgan. Kimdir bo'lgan bu yerda. Lekin ustoz, bu yerda hech kim yo'qligi chatoq bo'ldi-da. Mayli, hech qisi yo'q. Lekin ostrov juda ham katta ekan. Ustoz, sekinroq yuring, juda ham tez yurib Ye, ketyapsiz. sen qayerlarda qolib ketding, ha? Mana men. Yur tezroq. Xo'sh, menimcha, men o'ylashim bo'yicha biz bu ostrovni oxirigacha borish kerak. Qani oxirida nimalar bor ekan? Ostrov rostdan ham juda ham katta ekan. Uni oxiri ko'rinmaydi. Ha, to'g'ri aytasiz. Ey, sen bola, meni yuragimni bejoy qilding oldimga sakrab. Sakrama oldimga. Ustoz, balkim kirka taxlab yer osti shaxtasini qozarmiz. Ey, qo'y bu xayollaringni, ertaga qilamiz endi. Hozir kechqurun bo'lyapti, tezroq uyga qaytish kerak. Yallanat toshlar yuragimga to'kildi bular. Kelyapsanmi? Ey, orqaga qolib ketding yana. Nima balo, uxlab qolyapsanmi? Saidbek, mana yoqqa kel. Ey, mana yoqqa kel, o'lib qolsang ham, ye. Mana ustoz, chiqyapman. Prosta baland ekan-da. Tezroq boraylik deyapman-da, qorong'i tushyapti o'zi. Voy, mana bu mushukchani qilib pish mallavoy. Ustoz, menda bir g'oya bor. Agar mushuklarning birini o'ldirib, uni ichidagi baliqni olsak, boshqa mushukka baliq berib o'rgatsak bo'ladi. O'z g'oyam sizga yoqdimi, ustoz? Astag'firulloh, seni uyga borib o'qitish kerak bola. Tezroq bor, o'zi qorong'i tushyapti. O ustoz, qarang, bu yerda papugay bor ekan. Yana qanaqa papugay? Qani sen aytgan papugay? Yashil qizil papugay ekan. Men hech qanaqa papugayni ko'rayotganim yo'q. Sen qayerga yo'qolding, la'nati bola? Mana ustoz, men bu yerdaman, ustoz. Qani qayerdasan? Qaysi teshikka berkinib olding? Mana men sizni ko'ryapman, ustoz. Qani men seni ko'rmayapman. Meni o'zim adashib qoldim bu yerda. Bo'ldi, papugay uchib ketdi, ko'ra olmadingiz, ustoz. Papugayning go'rgasini qayerlarda yuribsan? Seni o'zing ham sovuq, qiliqlaring ham sovuq. Tezroq uyga qaytish kerak deyapman. O'zi qorong'i tushyapti. Kimsasiz orolda qorong'ida sandiroqlab yurish bu eng xavflisi. Ha, to'g'ri aytasiz, ustoz. Biz ko'p narsa yo'qotishimiz mumkin. Sal tezroq harakat qil, yana orqalarda qolib adashib ketma. Saidbek dedim. Yo, tavba, mana buni qara, yonayotgan zombi kelyapti. Ko'ryapsanmi? Mana qayerda?
Mana to'g'rimda. Bu yerda qo'y ham bor ekan. Yaqal iflos. Ustoz, men bu yerda o'rgimchak iniga ilinib qoldim. Ey sen ustoz. bola ham yuragimga to'kilding sen ey. Ustoz, yordam bering, papugay orqamdan quvib kelyapti, voydan. Yo'q tavba, rostdan ham papugay bor ekan, aldamagan ekan. Ustoz, bu yerdan qochish kerak, tezroq qochish kerak. Men sen la'nati bolaga aytdim shu uchun tezroq boraylik qorong'u tushmasdan deb. Quloq solmaysan menga. Tezroq qimirla endi. Ustoz, yordam bering, endi orqamdan o'rgimchak quvlab kelyapti, ustoz. Ey sen bola butun boshga bitgan balo ekansan-ku. Ular orqamdan quvib kelishyapti. Qani tezroq uyga kirish kerak. Qani tezroq yugur, kir uyga. Kir, nimani kutyapsan uyga la'nati? Mana sen uy hayvon deganding, mana bizga ot bor. Ustoz, savol bor. Xo'sh, Bizni uyimizda ot nima qiladi? men uni yaratdim. Savollar bormi? Yo'q. Bugun juda ham charchadim. Saidbek, bu yoqqa kel, bolaginam oyoqlarimni massaj qilib qo'y.